Ey, Persinskiy Dagestanis, meni yaxshilab eshit. Men senga o'zbek sifatida, O'zbekiston o'g'loni sifatida o'zimni tilimda gapiraman. Sen переводchi sotib olib, kerak bo'lsa tarjima qildirib ol. Kechqurun soat 10:30 da sen menga telefon qilyapsan. Men sen bilan urushmoqchiman, urushasan men bilan deyapsan. Men senga savol beryapman, inson sifatida chiroyli. Sen men bilan ko'chada urushmoqchimisan yo ringda urushmoqchimisan deyapti. Ko'chada ham, ringda ham. Yo. Bet O'zbekiston. U seni u Rossiyada unisiga bitta mush otib qo'ysang, ajratib qo'yib, bunaqa shov-mov qiladigan joyda ko'tarmaydi bet. Men senga aytayman. Sen keyin ikkinchidan O'zbekistonga kelib, boks pravilasi tushamiz. Karate, jetkundo, qochivando qilib pravilani sen bu yerda qo'ya olmaysan hech qachon. Bu yerda men qo'yaman, senga interesli bo'lib turgan bo'lsa. Pravila. Sen uni принимать qilib, hurmatingda kelib, hurmatingda ketasan. Tushundingmi? Men MMA'chiman. Ben boksyor emasman. O'zimni boksga tiqib, aqa tiqib yurmayman. Men MMA'chi bo'laman. MMA'chida agar senga mana shu Humoyun senga interesli bo'lyapti ekan, telefon qilyapsan. Sen menga interesli emassan. Sen cholsan o'zi. Hop, O'zbekistonga kelib men bilan urushmoqchi ekansan. MMA pravilasi bo'yicha men sen bilan urushaman. Любой время, любой vaqt menga telefon qilib, O'zbekistonda sen bilan MMA bilan urushmoqchiman. Men mazam. Lekin sen pravila qo'yib, mana bu pravila bo'yicha urushamiz. Sen buni unaqa qilasan deb menga o'zingnikini tanqid qila olmaysan. Bet O'zbekiston. Bitta O'zbekistonning qonuni gapiradi. Xattandir kelib turib, unisiga bir ikkita qichqirib, baqir-chaqir qilgan shoumenlarning joyi emas bu. Bitta normalniy erkaklar bor, sen aytyapsan ko'chada urushamiz. O'zbekistonning ko'chalarida seni xayolingga kelmagan narsalar bo'lib ketadi, umring davomida ko'rmagan. Bekka eng yaxshi senga maslahatim do'stim. Mehmon sifatidagi butun umr esingdan chiqmaygan qilib mehmon qilib kuzatib yuboraman. Dushman sifatida kelsang, u ham butun umr esingdan chiqmaygan holat bo'lib qoladi. Shu sabab O'zbekistonning qonunlariga bo'ysungan holda hurmatingda kelib, MMA pravilasida men aytyapman, shunda urishib, o'sha hurmatingdan nima deydi? Sport do'stlik, sandaqangi klounadalar chiqib turib hamma yoqda bir naqaga tegib natsiya-patsiya qilib tashadi. O'zbeklar sen o'ylagan emas. Senga aytayman. Sen O'zbekistonga kelib o'zingni omon bo'l. Mana shu inson qaysi sportchini oldiga borsa yutqizib qo'yyapti deb video qo'ygandim. Goldni oldiga borgan, Gold yutqizgan. Taysonni oldiga borgan, Tayson yutqizgan. Amirxonni oldiga bordi, Amirxon yutqazdi. Goldni akasi Abini ham oldiga borgan ekan. Bugun apakamizni, jigarimizni jangi bitta поддержка qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Вау! В опасности находится Абдумалик. Нужно возвращаться в стойку. Иначе... Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Do'stimni ko'rgan keldim Amirxonni. Nastroy borki, вообще bomba. Bu nastroyni ko'rib, yana ham sportga qaytish borki, menga 2 barobar ko'payib ketdi borki, alhamdulillah gap yo'q endi borki. Ana bu kimdirlar boyib sotilgan, u deyaptiki, hech qachon borki, $1 million beramiz, $5 million beramiz O'zbekistonning bayrog'ini o'zimiz yurtimizga bo'ladimi, boshqa yurtga bo'ladimi, hech qachon biz sotmaymiz inshaalloh. Bizga bu shu videolar taxlab sotilgan deyaptiki, ya inshaalloh qaytish yo'q. Amirxon shunaqa ana bo'larganda, muxlis bo'largan, bitta muxlis milliondan o'rnini bosayotgan muxlis bo'larganda, shunaqa umrlar uzoq bo'lsin inshaalloh. Keyin ana Rahmon aka liderda ham video qilib chiqibsizlar. U odam bir yaxshilik degan bo'lsa, yaxshilik degan, ko'p sportsmenlar yomonlik tegmagan, to'g'rimi o'rta? Shuning uchun unaqa video anon qilmaylar inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana bu qo'shiq lekin bizga mos bo'lib qiling, gap yo'q. Har boshda sinish bor, har jonda qulash. Qadaqlardan maqsad maqtash, ulug'lash. Niyati aslida g'ururin pullash. Asli ahvolimni hech kim o'ylamas. Ularga tulporim chopib tursa bas.